Vaqt ketdi. 15-apreldan o'tgan har bir kun hamyoningizga zarar keltirmoqda. Hurmatli fuqarolar, 15-aprelga qadar mol-mulk va yer solig'ining kamida 50% to'lashingiz kerak edi. Lekin siz hali ham to'lovni amalga oshirmadingizmi? Unda eslab qoling, har bir kechiktirilgan kun uchun penya hisoblanadi. Qarzdorlik bartaraf etilmasa, MIB tomonidan soliq qarzini mol-mulk hisobidan undirish to'g'risida ijro ishi qo'zg'atiladi. Bank hisob raqamlarida operatsiyalar amalga oshirishi to'xtatiladi. Mol-mulkka taqiq qo'yiladi. Avtomobil, uy-joy va boshqa mol-mulklar xatlanadi va majburiy sotuvga chiqariladi. Soliq qarzining undirilishi sud qarori asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, 1 million so'mdan ortiq qarzdorlik mavjud bo'lsa, elektr energiyasi uchun to'lov qilishga cheklov qo'yilishi belgilanmoqda. Bugun e'tiborsiz qoldirilgan qarzdorlik ertaga uy-joy, avtomobil va bank hisob raqamlaringizga qo'yilgan cheklov bilan yakunlanishi mumkin. Soliqni o'z vaqtida to'lang, keyin kech bo'lishi mumkin.